32 yaşında, 3,5 yıllık evli, endometrioz nedeniyle tüp bebek tedavisini aldık. Aramaydı ko'zimdan yosh, meva berdi sabru bardosh. Aramaydı. Tavsiye etaman bu narsani nimagaki butun shunchalik bu qadar azobgarimiz ekan kelish kerak ekanda qilish kerak ekan. Men shuni shunchalik kechiktirib 11 yil ko'zimda yoshim 11 yıl kutmayış gerek. kutmaslik kerak. Bir bolam bo'lsa-ki maktab chiqardida vaqtliroq examga imkoniyati bo'lsa, kim nima desa desin, kimlar tushunmasin, u farzand o'zimizga kerakda. Masalan, menimcha kim nima desa u umuman qiziqmas menga. Şimdi bir kuşluk muamması doğrudan cüplikler Kelish kerak. kırpmazdan geliş gerek. Tez, içerilerini alış gerek. Lisenziyasini olish Eko kerak. gerekse kutmayışları gerek. Bu nima deydi? Yo'q, mo'jizaga borki, lekin mo'jizaga sababchi Sebep bo'lishi değil mi? kerak. Sebepçimiz. Bir inşallah ishlab qilaman, bir bordim. Bu dedi, anglamadim, tushunmadim. Keyin yig'lab chiqdim eshikka. Shunda qo'limga Instagramga sizni ko'rdim. Bilmagandim. Ko'rdim. Rusya'da görmüşler hem de. Allah dedim, shuni sababchi qildimi dedim, tamam dedim, men so'z berdim dedim, shaqa boraman.